Assalomu alaykum ziloli muxlislari. Sizlarga xizmat qilganlar xursandmiz. Nasib bo'lsa bugun shukrlarimiz to'lib remont ishlari ketyapti. Ozgina shu sal chiqib qoldik. Xudo mana sal boshqatdan qilyapmiz. Inshaalloh gilamlarimiz qanaqa chiroyli bo'ldi. Mana yakandozlar 100 ta yakandoz so'mlarga salkam. Bunga qarang shishga. Kechga nasib bo'lsa pardozxonaga kiradi bular nasib inshaalloh. Upakovka holatida yetkaziladi. Doimo xizmatlaringizga muntazammiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Boshlargacha yuvamiz biz. Allohga shukr. Ishonganlaring uchun kattakon rahmat.